eslaringda bo'lsa, ko'chadan topilgan kuchukchani передержкаga bergandik. Afsuski, mana bir oy o'tgandan keyin oyoqchasi go'shtlari chiqib ketibdi. Nimagadir qirganmi, vesi oshib, ancha semirib katta bo'libdi. Yana vrachga kelishimizga to'g'ri keldi. Ketdik, tushamiz endi. Yani uchun ko'tarib ketyapmiz uni. Mana asta tush. Раз, два, три. Молодец. Вот так. Сейчас глянем на твой суставчик. Lana kuchukchamizni afsuski oyoqchasini amputatsiya qilishga, kesib tashlashga to'g'ri keldi. Chunki bu gangrena boshlanib ketishi mumkin edi. Ikkita vrachga olib bordik, ikkalasi ham kesish kerak bo'ldi. Lekin 3 ta oyoqcha bilan ham xudo xolasa tirik bo'lib, yugurgilab ketadi deb umiddaman. Kimdir xayrixoh bo'lganlarga hammasiga minnatdorchilik bildiraman va albatta men shu kuchukchaga ega topishiga ishonaman. Yaxshi, mehribon ega topilsa juda ham xursand bo'lardim, chunki o'zimda aynan kvartirada turaman. Kuchuk boqishga afsuski sharoitim yo'q. Lana hozir передержкада operatsiyadan keyin uni yarasini bog'lab ukol qilib yaxshi qarashyapti. Albatta tekinga emas. O'ylaymanki, mana shu juda ham mehribon kuchukcha juda ham mehribon qo'llarga tushadi va o'zini egasini topadi degan umiddaman.